Assalomu alaykum, kimyo fanini endi o'rganayotgan yoshlar. Bugun men gibridlanishni oson usulda tushuntirib beraman. Xo'p, gibridlanishni topish uchun biz asosan e'tibor beradiganimiz sigma bog'lar soni qo'shamiz elektron juftlar soni. Mana shu ikkita asosiy qoidani bilib olishimiz kerak. Birinchisi bu sigma bog'lar plus elektron juftlar bu gibridlanishda ishtirok etadiganlari. Xo'p, ishtirok etmaydiganlarni hisobga olamiz. Bular ishtirok etadi. Ishtirok etmaydiganlari vodorodning s orbitali ishtirok etmaydi va qo'sh bog'dagi pi bog'lari ishtirok etmaydi. Pi bog' ishtirok etmaydi yoki uch bog'dagi mana bu ikkita pi bog'imiz ishtirok etmaydi. Bu ham pi bog', bu ham pi bog'. Uch bog'da ikkita pi bog' bo'ladi, qo'sh bog'da bitta pi bog' bo'ladi. Mana shu ishtirok etmaydiganlar hisoblanadi. Ishtirok etadiganlari sigma va elektron juftlar yig'indisini olishimiz kerak markaziy atomdagi. Xo'p, birinchi bo'lib qaraymiz. Kislorodda o'zi gruppa nomeriga qaraydigan bo'lsak, 6 ta elektroni bor. 6 tadan 2 ta elektronni mana bog' hosil qilish uchun ishlatib bo'ldi. Mana bitta elektron bu yerda, bitta elektron bu yerda. 4 ta qolib ketdi. 4 ta degani bu elektron juft kerak bizga. Necha juft bo'ladi? 2 juft bo'ladi. 4 ta bo'ladi mana. 1 2 3 4. 2 ta elektron juft bo'ldi. Xo'p, biz qoidamizga ko'ra sigma plus elektron juftlari edi. Sigma bog'lar soni kislorodda mana bitta, 2 ta plus 3 ta, 4 ta bo'ladi. Elektron juftlarni qo'shib oladigan bo'lsak, 4 ta bo'ladi. Bu degani S1 P3 bo'ladi. Bu degani sp3 gibridlanishga ega bo'ladi. Kislorodning gibridlanish holati sp3 bo'ladi. Markaziy atom sp3 bo'ladi. Xo'p, mana bu qoidaga qaraydigan bo'lsak, vodorodning s orbitali gibridlanmaydi. Mana bu orbital gibridlanmaydi. Bu ham gibridlanmaydi. Xo'p, gibrid orbitallar hozir shu yerda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta bo'ladi. 4 ta sp3 orbital bo'ladi. Endi metan molekulasiga qaraymiz. Metanda markaziy atom uglerodda 4 ta elektroni bor. 4 talasini ham elektron bog'lar hosil qilish uchun sarflab bo'ldi elektronni. Demak, hech qanaqa elektron juft qolmadi. 0 elektron juftlari 0 ta, sigma bog'lari 1 2 3 4. 4 ta bo'ldi degani bu sp3 degani. sp3 1 2 3 4 ta sp3 bor. Uglerodni mana bittasi, mana ikkinchisi, mana uchinchisi, mana to'rtinchisi. Mana bu tarafga qaragan, vodorod tarafga qaraganlari bular s orbitallar, bular gibridlanmaydi. Mana s gibridlanmaydi. Endi etilen molekulasiga qaraydigan bo'lsak, qo'sh bog'i bor. Bu degani sigma bog'lar soni bittaga kam. Mana bunisini pi bog' hisobiga olib ketamiz. Mana bunisi pi bog'. Xo'p, uglerodda o'zi 4 ta elektroni bor. 4 talasini ham elektron juft hosil qildi. Elektron juftlar soni qolmadi, ya'ni bog' hosil qildi, elektron jufti qolmadi. Xo'p, sigma bog'lari 1 2 plus mana bittasidan 3 ta. Sigma bog'lari 3 ta. 1 2 va 3. Mana bunisi pi bog'. Buni hisobga olib o'tirman. 3 ta bo'ldi degani bu S1 P2. Ya'ni SP2 deb yozish ko'pincha qulay bo'ladi. SP2 3 ta bo'lsa SP2 mana S ga bitta bor, P ga 2 ta bor. SP2 bo'ladi. Bunisida ham xuddi shunaqa bitta, 2 ta, 3 ta. SP2. SP2 orbitalimiz mana bitta, 2 ta, 3 ta. 3 ta sp2 orbital uglerodga tegishli. Mana bu vodorod tarafdagisi s, bular gibridlanmaydi, bu ham gibridlanmaydi. O'zi gibridlanish degani turli xil energiyali s, p, d, f orbitallari qo'shilib turib, yangicha energiyali boshqa gibrid orbitallari sp2, sp3 shunga o'xshash sp bo'lishi mumkin. Mana bu molekulaga qaraydigan bo'lsak, 3 bog' bo'lgandan keyin ikkita pi bog'i bor, bitta sigma bog'i bor, mana. Va yana bitta sigma bog'i bor. Ikkita sigma bog'i bor degani bu sp degani. s1 p1 deganida to'g'risi. sp degani, demak sp'miz 1, ikkita sp orbitali bor ekan. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita sp orbitali bor. Vodoroddagi s orbital gibridlanmaydi. Gibrid orbitallar shu yerda nechta desa, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta bo'lar ekan. 4 ta gibrid orbitali bor. Mana bu qo'sh bog'dagi pi bog'lar o'zaro p orbitalni hosil qiladi. P orbitallar ham o'zaro gibridlanmaydi. Mana bu yozib o'taylik. Vodorodda s orbital gibridlanmaydi va pi bog'dagi p orbitallar ham gibridlanmaydi. Bugun ko'rib chiqdik mana gibridlanishni qanaqa oson usulda ko'rib chiqishni o'rgandik. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalni rivojlanishiga hissa qo'shishingiz mumkin.